Kimdan ekan bu? Malibu. Kimniki ekan Malibu? Sizdanmi? 2.4 mi bu? Motor 2.4 mi yo 1.5 turbo, ha? Turbo. Yili necha? 20. Probegi? 143 ming. Kraskasi yo'q aka? Kraskasi top toza. Benzin. Parapon nima? Assalomu alaykum. O'g'il, tinchmisiz? Mazalan yaxshi. Chexollarga nakitkalarni kiygizib qo'yishibdi. Bekor kovriklari bor. 1.5 turbo. 20-yil. Aka narxi necha pul buni? Narxi necha pul? 18.5. Shumka bo'lgan ekan-a? 4 eshiklar shumka. 4 eshiklar shumka. 18.5 deyaptilar. 18.5 dedingizmi? 18.5. Real savdosi bo'ldimi aka buni? Savdo bo'lyapti aka. Necha pul qilishdi aka? 17.200 ga bermadingiz. 17 million, 17.200 dollardan yuqorisiga beramizmi? Tepasiga beramiz. Xo'p, bismillah. 2020-yil. 17.200 dollar plusga, xudo xolasa kraskasi top toza, eshiklari shumka. Buni ruxsatlari bormi hali aka? Ruxsati bor, 10 oyga ruxsati bor. 60% atrofida pul bersalar, qolganini 5 oy, 6 oyga Narxini o'zgartirmasdan berasiz. narxini Yo, 8 atrofida beraman. 5-4 oy bo'ladigan bo'lsa, 2 oy bo'ladigan bo'lsa, narxini o'zgartirmasdan. Qo'shib beradilar. Yo, xo'p deng. Bunaqa demang, chunki hozir boshqalarning real narxlari qaytyapti. Xudo xolisi murosa qilinadi. Qilinadi. Chiroyli turib qilib berasiz. Rahmat.